Assalomu alaykum qadrli MMA va UFC muxlislari. E'tiboringiz markazida MMA maydoni kanali. Videomizga bir dona like bosishni unutmang. Demak biz boshladik. Bugungi videoda MMA olamini larzaga solayotgan eng katta mish-mish haqida gaplashamiz. Hamza Chimaev va Sean Strickland o'rtasidagi ehtimoliy jang haqiqatdan ham oldindan kelishilganmi? Internetda tarqalgan ayrim videolar, intervyular va muxlislarning reaksiyasi bu jang sotilgan bo'lishi mumkin degan gumonlarni kuchaytirmoqda. Lekin bu gaplarda qanchalik haqiqat bor? Keling, hammasini birma-bir tahlil qilamiz. Avvaliga Hamza Chimaevning so'nggi janglariga qarasak, u deyarli barcha raqiblarini dominant uslubda mag'lub etib kelmoqda. Uning agressiv pressing uslubi va birinchi raunddagi bosimi ko'pchilikni qo'rqitadi. Strickland esa aksincha sovuqqon, psixologik bosimni yaxshi ishlatadigan va jang davomida raqibini sindirishni biladigan fighter. Aynan shu qarama-qarshilik UFC tarixidagi eng qiziqarli to'qnashuvlardan biriga aylanishi mumkin. Ammo muxlislarni o'ylantirayotgan jihat boshqa. Ayrim MMA blogerlarning aytishicha, Stricklandning ayrim intervyularda u Chimaevni haddan tashqari maqtay boshlagan. Bu esa odatda jang oldidan bo'ladigan trash talk uslubiga umuman o'xshamaydi. Yana ayrim muxlislar UFC'ning aynan Chimaevni chempionlikka olib chiqish uchun katta marketing qilayotganini aytmoqda. Shundan keyin internetda jang sotilgan degan nazariya paydo bo'ldi. Go'yoki UFC katta hype uchun natijani oldindan rejalashtirayotgan emish, lekin hozircha bunga oid hech qanday rasmiy dalil yo'q. Bu faqat muxlislarning taxmini va ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar xolos. Lekin bir narsani inkor qilib bo'lmaydi. Bu jang UFC uchun ulkan pul va rekord tomosha degani. Chimaevning mag'lubiyatsiz seriyasi, Stricklandning xarakteri va ikkala jangchining katta fan bazasi bu to'qnashuvni yil jangi darajasiga olib chiqmoqda. Endi savol: sizningcha bu jang oddiy sport to'qnashuvimi yoki ortida katta o'yinlar bormi? Fikringizni kommentariyada yozing va eng so'nggi UFC yangiliklari uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.